bor. Ona bolani bolasi dollarlik qulog'i 23 bo'ladi. Bolasini qulog'i shuni tomosha qilsin. Voy maşallah. Liboy odamga yoqadi, bitta ko'rishsa yoqadi. Voy maşallah, baraka bo'lgan joyga kelibmiz o'zi ham. Azamat aka qayerda bu endi? Toshkentga ketyapti. Toshkentga. Hozir Rashan deganida. Nech pul ketdi bu? 7,5 ga sotdik, dastlabkani o'zlari qilib oladigan bo'ldi. 7,5 ga dastlabki o'zlari qilib olishadi. Yoshlari qanaqa, yosh oyliklari? 4 ga chiqargan, lekin tug'magan hali. Hali tug'magan. Tug'magan. Bo'g'ozmi ya? Bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? Voy maşallah. Yerimlari ham sotilib turibdi. Mashinalari ham kelishdi. Gap yo'q, Alloh rozi bo'lsin. Davomi bor, hurmatli obunachilar. Videoni oxirigacha ko'ring inshaalloh. Chiqaramiz davomiga. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Videoni boshlashdan oldin mana bitta like tassillatib bosib qo'ying, mana bir qora. Hurmatli obunachilar, inshaalloh narxni yengilidan topib qo'ydim. Hurmatli obunachilar, bir qora hammasi 3 ta sovlig'i, bittasi qo'chqor. Hurmatli obunachilar, eng qizig'i yoshlari yosh o'ta ham. Aniq ma'lumotlarni hozir Azamat akamdan eshitamiz. Azamat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardorbek. Tuzukmisiz aka? Keldim. Sog'ligingiz yaxshimi? Qo'ydi sizni obunachilaringiz ataylar arzonidan, lekin zo'ridan topib qo'ygan. Zo'ridan. Qo'ylarni ko'rsatdingizmi? Ko'rsatdik. Obunachilaringizga yoqmasdan buni iloji yo'q. Xudo xolasa. Mashallah. Buni qo'chqor degan, buni qo'chqor bor. Barazrezlari ham. Seleksioner ekan, ko'rsalar ham olollar buni. Unasan seleksiya qilib ham yuradilar. Bu quloqni qarang. Quloq boshlari ham 20. Xudo xolasa 20. 20 hurmatli obunachilar. Endi buni bor, narxini eshitsa bor, kulib oladi. Ya'ni kulib. Miyalar chapa-chapa boradi qo'ydi. Qani bu narxlarni ham, hurmatli obunachilar. $500, $600 qo'yapti. Mana shu narsalar liboy odam ham, liboy istib. YouTube'chisi ham, seleksioneri ham $600, $700 ham qo'yapti. Buni hammasini bir joyga olganga siz obunachilaringizga bor 4,8 million so'mdan ketaveradi. 4,8 so'mdan. Hammasini bir joyga olgan odamga beraman. Shu qo'chqor ham ketadi, dollarlar qo'chqor, xudo xolasa. Ichida, hammasi ichida. Hammasi ichida. Voy Qo'yib maşallah. suvi yo'q, bir qora qilib olaman. Menga bir qora qo'y kerak. Suzishmas kerak. Bolasini chiroyli qilib, birinchi bolani o'zim olishim kerak degan akaga beraman. Beriladi. Voy maşallah, bir qora hurmatli obunachilar. Yoshlari qanaqa buni? Yoshlari hammasi qo'zi. Hammasi qo'zi. Qani yaxshi bir qo'chqorni ko'rib qo'yaylikchi. Qo'chqorni boshqalarga ko'rsataylik. Ha, bir yoshlarni ko'rib qo'yaylikchi mana shu qo'chqorimizda. 6 oy, ya 7 oylik bo'lgan. 6 oy, 7 oylik. bo'lgan. Voy maşallah. Qani bir tishlarni ko'rib qo'yaylikchi. Mana hurmatli obunachilar. Hali tish buzishga asar ham yo'q-da bunda. Hurmatli obunachilar, o'ta yosh, lekin hozir 6 oy, 7 oylik bo'lgan bundan gavdavaslari ham o'ta chiroyli. Mana uni qaranglar. Haqiqiy bolani oladigan, naslni oladigan qo'y. Mana quloqni qarang. Quloq boshlarini qarang. Quloq boshlari ham butun, hurmatli obunachilar. Ikkala tomoni ham butun. Qirg'izistondan keltirilgan bu qo'y. Yolg'on gapirilmaymiz. Mana narsalar qirg'izniki emas. Qirg'izniki. Endi yolg'on gapirish kerak yo'q-da. Biz hammasini Qirg'izdan kelamiz, yo'q. Mana narsani o'zi Qirg'izistondan kelgan. Mana narsalar o'zimizda yaxshi odamlardan olgan qo'ylarimiz. Hammasi ham yaxshi qo'ylar. Bolani maza qilib olishadi. Biz bir qiroq qilib boqqanmiz buni, yengil beramiz sizga. Inshaalloh. Voy maşallah. Narxini endi nech pul sindirasiz endi bu narxda? Endi o'zi yo'lida 4,8 million. Mayli. So'raman desa yana 100 ming so'mni o'tib beraman. Yana 100 ming so'm. Yana 100 ming so'mni o'tib beraman. Voy maşallah. Dastlabkasi qanaqa bo'ladi? Ichida ketdi. Ichida ketdi. Voy maşallah, hurmatli obunachilar. Dastlabki xizmatlari ichida 4,7 million so'mdan shoshilib aloqaga chiqamiz, hurmatli obunachilar. Inshaalloh agar buni nima bo'ladigan bo'lsa, sotilib ketadigan bo'lishsa agar tagi serob, tagi to'v berishadi inshaalloh bular. Tagi serob, to'v berishadi, hurmatli obunachilar. Nomerni aytib qo'ying Azamat aka. 94lik. 94lik. 085 085 64 hozir yana 2 dona ona bola chiqaman. 64. Yana bir partiyamiz bor. Bir partiya bor. Ona bolani bolasi dollarlik qulog'i 23 bo'ladi. Bolasini qulog'i shuni tomosha qilsin. Voy maşallah. Liboy odamga yoqadi, bitta ko'rishsa yoqadi. Voy maşallah, qiziqib. Ikkinchi partiyamiz kutib turinglar, yo'qsa obunachilar haqiqiy qo'ydi jaydarisidan, zo'ridan qo'yamiz ikkinchi partiyaga. Ikkinchi partiyamizni qiziqib kutayotgan obunachilarimizga mana ikkinchi partiya, hurmatli obunachilar. Ina bola. Azamat aka bularni ma'lumotini beringchi aka. Ma'lumotini bersak, buni qo'chqorni oldin ko'rsataman. Siz obunachilaringizga buni qo'chqorga oldin qiziqsin. Mana shu qo'chqorni bola inasi bilan
Liboy odam $1000 pastda qo'yib bermayapti-da, to'g'risiga. Alloh. Mana janovar Voy. ko'rsin. Bola qo'chqor. Xudo xolasa kamida 21 bo'ladi. Ha, janovar. Quloqlari qarang. Hamma yo'g'i mashina. Voy mashalloh. Garbozlari ham. O'ynab turgan joyida. Voy mashalloh. Ikkita bolasi ham qo'chqor. Narigina bolasi ham qo'chqor. Bu ham qo'chqor. Bu ham qo'chqor, u ham qo'chqor. Ha, dumbalarni qarang. Hamma yo'g'i kelishgan buni ham. Onasi Mana yetib olgan dumbalarni variantda bular. Mana dumbalarni qarang, ey. Yosh qo'zi bo'lar hali. Yuzini ko'rsatadi. Onasining yuzi ham juda toza narsa. Mana uni qaranglar. Voy mashalloh. Men o'zim ushab ko'rsataman. Voy. Mana. Mana janovar, qarang. Fatloqmachilar. Haqiqiy toza narsa boqaman degan obunachilaringizga yoshini ham ko'rib qo'yaylikchi. Yoshi qanaqa ekan? Mana 6 dona. Hali 2 yetmagan. voy mashalloh. Yoshlari ham Nari yosh. 4 xudo xohlasa. Bunisi 4 ish. Bunisi 6 ish. Bunisi 6 ish. Voy Xudo xohlasa yo'lida bo'ladi. Aytaman sizga. Bunaqa dollar gapirmayman men. Bolasidan ko'rsatdim, uni ham, buni ham. Ikkoni ham bolasi qo'chqor, yoshi yo'q. Siz obunachilaringizga bo'ladi 8,5 million so'mdan ikkoni bir joyga olsa beraman. 8,5 ming. 8,5 million so'mdan 8,5 milliondan ikkoni bir joyga. Bir joyga. Ikkasini olaman desa, lekin plus minus bo'ladi. Plus minusi bo'ladi. Endi ikkitasini bitta joyga olsam mayli, beraveraman. 8,5 dan berilaveradi ikkitasi. Bitta joyga bo'lsa, hurmatli obunachilar, dastlabki xizmatlardan muammo yo'q, inshaalloh. O'zimizda dastlabki xizmatlarni biz qilib beramiz. Qo'ylar yo'qsa, telefon Mana uni qarang turishlarini. Uylariga reysga boradi. Voy mashalloh, mana qarang. Mana dumbalarni qarang. Mana quloq boshlari ya. Chiroyli. Mana bu narsa ham o'zi yomon narsa emas, mana janob. Chiroyli, mana. Onasiga yetib olganda bu salkinda o'zi mashinasi 5 millionlik qo'chqor bo'ladi, kamida. Yo'qsa 6 millionlik qo'chqor bor. Mana buni janob yomon emas. Maza qilib Onasiga salkam yetib olgan. Haqiqat barakali qo'ylar, hurmatli obunachilar. Prosta mehr bilan chiroyli qilib qarab tursangiz bor. Bu narsani mana bilmayam qolasiz. Mana buni narsa bor. Ya'ni ozgina katta bo'lsa, buni bor. Qarasham. Ko'zlari olib chiqib olaman, bozorga olib chiqib ham $1000 narx qo'rqmay ichaveradi. Liboy odam olaveradi. Mana uni qarang. Qarasham, haqiqiy chiroylik. Hurmatli obunachilar, narxini 8,5 deyildi. Narxlari 8,5 milliondan telefon qilsa, ikkoni bir joyga olsa, o'tib ham beraman. Qayerga o'tib berasiz yana? O'tib beraman. Ko'p o'tib bo'lmaydi bularda. Nimaga desangiz, toza narsalar, chiroyli narsalar, yosh narsalar. Narxlari ham ozgina yo'lida qilib beraman. narxlarni ham chiroyli qo'yib berdilar, hurmatli obunachilar. Endi barchalaringizga Alloh rozi bo'lsin. Narxlari o'ta chiroyli. Rahmat, azamat otangga rahmat deb kommentariyaga chiroyli fikrlaringni qoldirib qo'yinglar, yozib. Like ham qo'ymay bosoringlar. Ayamay bosishaversin, like pullik emas. Tugab qolmaydi, hurmatli obunachilar. Qo'ymay bosoringlar. Alloh rozi bo'lsin.